Dunyo bo'yicha top 5 taliga kirgan eng ko'p shurpyorlarni sizlar bilan 4 ta yo'nalishda test qilib ko'rsatib beramiz. Birinchisi suvga solib ko'ramiz, ikkinchisi taxta teshib ko'ramiz, uchinchisi profil teshib ko'ramiz, to'rtinchisi ugonli teshib ko'ramiz. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Ustagalar ko'rdinglar, suvda ham ishladi. Profilni ham, ugonlini ham teshishadi. Negativlik uchun taxtani ham teshib ko'rsatib beramiz. Negativ ko'rdingmi, sariyoqdek teshlashyapti. Ustagalar, bu instrumentlarimizning qaysi brend instrumentlari bilan solishtirib ko'rishimizni xohlaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Undan tashqari, bu shurpyorlarimizga nereal skidka e'lon qilganmiz. Narxlarni pastda videoda yozib qoldiramiz. Do'murobod do'konimizga kelib xarid qilishingiz mumkin.